Ayni muhim konseptual hujjat 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi loyihasi keng jamoatchilik tomonidan qizg'in muhokama etilmoqda. 7 yo'nalishdan iborat strategiya loyihasida 100 ga yaqin maqsadli ko'rsatkichlarga erishish ko'zda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, bugun mamlakatimiz oldiga qo'ygan maqsadlar aynan ushbu hujjat loyihasida o'z ifodasini topgan. Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi loyihasining muhokamalariga bag'ishlangan tadbirlardan muxbirlarimiz xabar qiladi. Bugun Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti tomonidan ham Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, inson qadrini ulug'lash yo'lidagi islohotlarning mustahkam poydevori mavzusida offlayn va onlayn tarzda davra suhbati tashkil etildi. Ishtirokchilar har bir yo'nalish xususida o'zlarining fikr-mulohazalarini bildirdi. Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish, umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish, mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borish masalalari yana bir bor xalqona muhokamadan o'tdi. Bugungi tadbirimizda o'ziga xos jihatlari mavjud. Bu xorijdagi bevosita ta'lim olayotgan, bevosita o'z faoliyatini olib borayotgan, ishlayotgan vatandoshlarimiz ham keng jalb qilingan. Ular faoliyati bilan bog'liq bo'lgan masalalarni Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi loyihasi doirasida muhokama qilish, shuningdek institutimizni mazkur strategiya loyihasida, ya'ni o'sha 7 ta yo'nalish hamda 94 ta maqsadlardagi ilmiy jihatlarini yoritib berish hamda qonunchiligimizga bo'layotgan takliflarni ilmiy asoslashishni rivojlantirishdan iborat deb o'ylayman. Tadbir davomida Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti ilmiy xodimlarining Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi yo'nalishlari bo'yicha belgilangan maqsadlar tahliliga bag'ishlangan ma'ruzalari tinglandi. Muhokamalarda ilmiy ekspertlar tomonidan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi loyihasi yuzasidan mamlakatimiz rivojiga xizmat qiluvchi ilmiy asoslantirilgan aniq taklif hamda tavsiyalar bildirildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining mudofaa va xavfsizlik masalalari hamda xalqaro ishlar va parlamentlar aro qo'mitalari hamkorligidagi yig'ilishda konsepsiyadan vatan sarhadlarini ko'z qorachig'idek asrayotgan, mudofaa qobiliyatini yuksaltirishga o'zining munosib hissasini qo'shayotgan o'g'lonlarimizga e'tiborning kuchaytirilishi va umuman sohaning huquqiy asoslari mustahkamlanishi kabi ko'plab ahamiyatli vazifalar o'rin olgani aytildi. Armiyani qudrati uni nafaqat qurol-yarog' bilan, balki o'sha ma'naviy ruhiy tayyorgarlik bilan va qurolli kuchlar a'zolarini ijtimoiy himoyasi bilan ham bog'liq ekanligini taraqqiyot strategiyasini o'sha 85-maqsadlarida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarini har yili imtiyozli ipoteka krediti asosida uy-joylar bilan ta'minlashni yana davom ettirish ko'zda tutilyapti. Va harbiy tibbiy muassasalar infratuzilmasi va moddiy texnik bazasini takomillashtirish, ularni zamonaviy tibbiyot uskunalari va axborot kommunikatsiya vositalari bilan bosqichma-bosqich jihozlash masalalari ham ko'zda tutilgan. Deputatlarning ta'kidlashicha, farmon loyihasida mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borish deb nomlangan 7-yo'nalish aynan shu masalalarga bag'ishlangan. Albatta, takliflarimiz ham yo'q emas. Masalan, diplomatik xizmat mamlakatimizda davlat xizmatini alohida bir turi sifatida shakllandi, lekin bu sohani huquqiy asoslari afsuski takomillashgani yo'q. Biz mana shu sohani ham huquqiy asoslari takomillashtirish bo'yicha taraqqiyot strategiyasi loyihasida taklifimizni berdik. Tadbir davomida strategiya loyihasida mamlakatning xalqaro munosabatlardagi teng huquqli subyekt sifatidagi rolini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgani qayd etildi. Bu borada hamkor mamlakatlar bilan xalqaro tashkilotlar doirasida mintaqaviy va global masalalar bo'yicha muvozanatli doimiy muloqot olib borish, ular bilan ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkazishning ham o'rni muhim deyildi. Aynan tashqi siyosatga bag'ishlangan bandlari yo'l xaritasi 87-maqsaddan 94-maqsadlarni o'z ichiga olyapti. Va aytish joizki, xususan bu maqsadlarni va vazifalarni ichida mamlakatning xalqaro munosabatlarda teng huquqli subyekt sifatida rolini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu borada aynan O'zbekistonning manfaatlarini o'sha xalqaro yig'inlarda yoki bo'lmasa o'sha tadbirlarda
yoki bo'lmasa maslahatlashuvlarda O'zbekistonda manfaatlarini ilgari surish yoki tashabbuslari bilan chiqish vazifalari belgilanganligi bizni yana quvontirmoqda. Shuningdek, parlament diplomatiyasini kuchaytirish kabi muhim vazifalar belgilanganligiga alohida e'tibor qaratildi. Ayni jarayonda har ikki qo'mita hamkorligining o'rni muhimligi aytildi. Shuningdek, millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida bo'lib o'tgan yig'ilishda taraqqiyot strategiyasi loyihasining 70-maqsadida milliy madaniy markazlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, do'stlik jamiyatlari faoliyatini yanada yaxshilash, bunda muloqotlarda xalq diplomatiyasidan samarali foydalanish va boshqa vazifalar muhokama qilindi. Tadbirda so'zga chiqqanlar ham so'nggi 5 yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat va xalqparvar davlat g'oyasi asosida yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy ma'rifiy asoslari yaratilganligiga batafsil to'xtalib o'tishdi. Yurtimizda faoliyat yurituvchi milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari rahbarlari tomonidan O'zbekistonda shiddatli o'zgarishlar, yangilanish jarayonlari kechayotgani, bu ishlarni izchil davom ettirish uchun esa yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi muhim dasturul amal vazifasini bajarishi ta'kidlandi. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasi 81-maqsadi vatandoshlar jamoat fondi orqali xorijiy davlatlardagi yurtdoshlarimiz bilan doimiy va samarali aloqalarni o'rnatish belgilangan. Xorijiy davlatlarda bizni vatandoshlarimiz tahsil olishadi, o'qishadi, istiqomat qilishadi, faoliyat olib borishadi. Ularning farzandlari bor. Taraqqiyot strategiyasida milliy an'analarimizni saqlashga qaratilgan masalalar ham qamrab olinganligi ularni nihoyatda xursand qilishmoqda. Eng avvalo jonajon ona vatanimiz atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, vatandoshlarimizning xorijiy davlatlardagi jamoat birlashmalari bilan turli tadbirlar tashkil etish eng asosiy vazifalar sifatida turibdi. Buni ular juda ham xursandchilik bilan qabul qilmoqda.